Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. AQSh Hormuz bo'g'ozini kemalari uchun ochmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalaridan bosib qo'ying. Men buni Xitoy va butun dunyo uchun qilyapman. Bu vaziyat boshqa hech qachon takrorlanmaydi. Ular Eronga qurol yubormaslikka va'da berishdi, dedi Donald Tramp. Shuningdek, u yaqin haftalar ichida Xitoyga borishni rejalashtirayotganini va Xitoy raisi uni quchoq ochib kutib olishini aytdi. Turkiyada maktabda yana otishma. Qahramonmarash shahridagi maktabdagi otishmada 4 kishi halok bo'lgani, ulardan biri o'qituvchi, 3tasi esa o'quvchi ekani ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari 20 nafar yaradorlar bor. Hujumchi esa o'ldirilgan. Eslatib o'tamiz, bu Turkiyada kecha maktabda sodir bo'lgan hujumdan so'ng ikkinchi marta hujum hisoblanadi. AQSh Eronga 10 ming askar va ko'plab harbiy kemalarni joylashtirmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Eron AQShga bosimni oshirish uchun Yaqin Sharqqa qo'shimcha 10 mingga yaqin askar va ko'plab harbiy kemalarni joylashtirmoqda. Bunga aviatashuvchi kemalar va dengiz piyodalari bo'linmalari kiradi. Bu esa mintaqadagi mavjud qariyb 50 ming nafar harbiy xizmatchini sonni yanada ko'paytiradi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, harbiy kuchlarning to'planishi muzokaralar salbiy yakun topgan taqdirda AQShga ko'proq variantlarni, jumladan ehtimoliy zarbalar, hatto quruqlikdagi operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Tramp Eron bilan yana muzokaralar bo'lishini aytdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. AQSh prezidenti Donald Tramp yaqin 2 kun ichida Eron bilan yangi muzokaralar o'tkazilishi mumkinligini ma'lum qildi. Prezidentning bu haqidagi so'zlarini New York Post nashri keltirdi. Uning aytishicha, uchrashuv Pokistonda bo'lib o'tishi ehtimoli yuqori, chunki bu jarayonda Pokiston vositachilik qilmoqda. Tramp telefon orqali bergan intervyusida agar tomonlar Pokistonda qolsa, yaqin kunlarda muhim o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini aytgan. U shuningdek Pokiston armiyasi rahbari Asim Munirning vositachiligidagi rolini yuqori baholab, aynan uning sa'y-harakatlari tufayli muzokaralar qayta tiklanishi ehtimoli oshganini ta'kidlagan. Manbalarga ko'ra, navbatdagi muzokaralarda AQSh tomonidan vitse-prezident J.D. Vance, shuningdek maxsus vakil Stiv Witkoff va Trampning kuyovi Jared Kushner ishtirok etishi kutilmoqda. Ular avvalgi uchrashuvda ham Islomobodda eronlik rasmiylar bilan muzokaralar olib borgan. Oxirgi uchrashuv 11 aprel kuni Islomobodda bo'lib o'tgan. Biroq tomonlar yadro dasturi va Hormuz bo'g'ozi orqali kemalar harakati masalasida kelisha olmagan. Shundan so'ng AQSh ushbu dengiz yo'lagini bloklash boshlanganini e'lon qilgan edi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Amerika va Eron o'rtasidagi muzokaralarning ikkinchi raundi 16 aprel kuni Pokiston poytaxti Islomobod shahrida o'tkazilishi mumkinligi haqida xabar berilgandi. Erondagi missiyamiz hali yakunlanmadi. Mossad direktori Mossad rahbari David Barniyaning ma'lum qilishicha, missiya faqat Erondagi ekstremist rejim almashgandagina yakunlanadi. Biz missiya harbiy harakatlardagi tinchlikdan so'ng darhol tugashiga ishonmagan edik. Aksincha, kampaniyamiz davom etishini va hatto Tehronga berilgan zarbalardan keyingi davrda ham namoyon bo'lishini rejalashtirganmiz va buni sinchiklab rejalashtirganmiz, deya bayonot berdi David Barniya. Eron arab davlatlaridan ham tovon puli talab qilmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Eron hukumati AQSh va Isroilning harbiy operatsiyasidagi roli uchun 5 arab davlatidan kompensatsiya talab qildi. Bu haqda Eron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat yo'llagan. Murojaat BMTga yuborilgan bo'lib, uni Eronning BMTdagi doimiy vakili Amir Said Iravaniy, BMT bosh kotibi va Xavfsizlik kengashi raisiga yo'llagan. Hujjatda Bahrayn, Saudiya Arabistoni, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va Iordaniya javobgarlikka tortilishi kerakligi aytilgan.
Eron ularning barchasidan mamlakatga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar uchun to'liq kompensatsiya to'lashni talab qilmoqda. Eronning ta'kidlashicha, ushbu davlatlar o'z hududlarini Eronga qarshi hujumlar uchun taqdim etgan. Ayrim hollarda esa bevosita noqonuniy qurollar zarbalarda, jumladan fuqarolik obyektlarga qaratilgan hujumlarda ishtirok etgan. Shu sababli Eron bu harakatlarni xalqaro huquq nuqtai nazaridan agressiya deb baholamoqda. Biroq Fors ko'rfazida mamlakatlari va Iordaniya bu ayblovlarni rad etib, AQSh va Isroilning Eronga qarshi operatsiyasida ishtirok etmaganini ma'lum